Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammanglar tuzukmisizlar? Makkamizni navbatdagi qismini qo'yamiz videomizni. Xo'sh, bu yerga ekilgan 70 sotiylik makkamiz. Buni kecha sug'arib, dorisini berib, ustidan vitaminlarini sepib qarab qo'ydik. U dorilari haqida o'tgan videolarda ma'lumot berganmiz, qanaqa dorilar ishlatayotganimizni. Xuddi o'sha dorilarni ishlatib, xuddi shunday qaradik. Xudo xolasa makkalarimiz ko'rinishi yaxshi bo'lib qoldi ancha. Kecha sug'arib qo'ydik mana. Biz oralatib sug'oramiz. Donga kirgandan keyin hammasidan suv berishni boshlaymiz. Ungacha oralatib sug'oramiz. Xo'sh, buni ham rasxodlarini yozib videoni ketida sizlarga qo'yaman. Hozir endi plyonka makkamizni ham bir ko'rsatib o'taman. Bu yerga ekilgan makkamiz 1,5 gektardan rezultat sizlarga ko'rsatmoqchi edik. Esinglarda bo'lsa, qancha rasxod, qancha foyda bo'ladi. Yarimi plyonkaga qilingan, yarimi yerga ekilgan. Mana yetib kelib oldik. Endi sizlarga plyonkali makkamizni ko'rsataman. Mana bu plionka makkamiz, bu yerga ekilgan makkamiz. Bir kunda ekilgan, eslatib o'taman. Bir kunda 9-mart ekilgan. Plyonkali tegi issiq bo'lgani sababiga tezroq pishadi. Xo'sh, buni birinchi suvini berib o'tgandik. Endi ikkinchi suvga yetib kelibdi. Mana ariqlari yorilib, ikkinchi suvini so'rayapti. Endi ikkinchi suvini 1-2 kun yomg'ir beryapti. Agar yomg'ir yog'ib o'tgandan keyin ko'p yog'masa, keyin berib o'tamiz buni suvini. Holatlari zo'r. Sarg'ayishlari ketib, qorayib, holatlari yaxshi bo'lib qolgan. Mana bu 1,5 gektarlik salafan makkamiz. Holatlari yaxshi, yernikidan ancha katta. Kuzatishda davom etinglar. Makka ekishni bilmaganlarga, endi o'rganayotganlarga bu videolarimizni qo'yamiz. Kuzatib, shu ketishda qilsanglar, xudo xolasa yaxshi hosil olishda yordam beradi. Sog' bo'linglar. Videoni ketida rasxodlarni qo'yib boramiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana bu rasxodlarimizni oldingi videolarda aytib o'tganmiz. Hozir kelib qolgan rasxodimiz. Xo'sh, 2-mayga kelib vitamin oldik 220 mingga, 1,130,000 dori oldik. Bu tagidan solgan dorilarimizni yana bir marta qaytarib o'taman. 1 qop Amafos, 2 qop karbamid Navoiy va sulfat 1 qop, keyin kaliy 15 kilo solindi. Общий hisobda 1,130,000 dori solindi. Tepasidan 220 minglik vitamin urilgan sug'orishdan oldin. Hozir 2-mayga kelib hamma rasxodimiz 33,880,000 so'mni tashkil qilmoqda. Bu yog'iga endi rasxodlarimiz ancha kamayib qoladi. Nima desanglar, faqat dori olinadi rasxodga. Ishchi ishlatilmaydi pishguncha. Faqat sug'oriladi, dori olinadi, bo'ldi. Boshqa rasxod bo'lmaydi. Shunga kuzatib boringlar rasxodlarimizni, keyin necha pulga sotganimizni qo'yib, hammasini sizlarga hisoblab, qancha foyda qolganini ko'rsatib berishga harakat qilamiz.